Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlağı sunudığımız Sabit Damullam'ın Aqide Cevherleri namlı kitabı. Aqide Cevherleri, Abdur Damullu Sabit İbn Abdülvaki. Mundarice, Tevhid hakkında düşünce. 1. bölüm Aqide Cevherleri. 2. bölüm Sünnet, İslam'ın aqide yolu bayanı. 3. bölüm dinning tutquluq meseleleri. İnned-dine indallahil İslam. Hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Bismillahirrahmanirrahim. Nahayet şefkatli ve mehriban Allah'ın isminden başlayman. 1. sual. Allah Taala insanlarga buyurgan yaxşı işlerinin əmridin çoğ ve mühimrak nime? Cevap: tevhiddir. Yalğız Allah Taala'ga baş egiş, boysunuştur. Allah Taala'nın zatıda tanıdışı yok, oxşu yok, süpette, hususiyette oxşu yok. Kılıdığan işlerde mi oxşu yok. Allah Taala kılıdığan işlerden birisini mi kılalaydıgan kişi yok. Dep dil bilen işinip, til bilen iqra qilib kılıdığan hareketlerde, ibadette kul bulup itaat kılışta, Allah Taala'ga bir kimni yoki bir narsani şerikleştirmey, işlerimizde, gep sözümüzde fakat Allah Taala'ga itaat kılış, baliq itaatni yalğız Allah'a kılış, yalğız Allah'tan qorquş, yalğız Allah'tan ümid kılışdan ibaret. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Emmi peygamberlerinin Allah Taala'nın emri bilen her zaman insanlara yetkizgen dini muşu tevhid, bütün akide ihlasını, ibadet, itaatni Allah'a kılış, başka bir kimge çokunmaslıktır. Varlık mahluklar insanların boysunuşunun yalğız Allah Taala'ga kılgan halda ibadet kılışkı buyuruldu. Sure Beyyine 5. ayet. Digen ayet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin biz barlık peygamberlerinin dinimiz bir digen hadisi bunun delilidir. Hem peygamberler öz ümmetini yalğız Allah'a boysunuşqa, peygamberlerge Allah'tan düşken vehiyge amel kılışqı çakırgan, şeytan köngülge taşlagan arzularga, insanlar oylap çıkargan tüzümlerge, diniga uygun bolmagan adet yusullarga boysunmay, yalğız Allah'tan peygamberin kelgen vehiyge işinip amel kılışqı çakırgan. Mana bu tevhid boysunuşni yalğız Allah'a kılıştır. 2. sual. Allah Taala insanların toskan yaman işlerinin an yamaraqı nime? Cevap: şirik. Şirik degen insan Allah Taala'ga boysunuşta başkasını mı koşup birli boysunuştan ibaret bulup, baş egilişte, boysunuşta başka birisini Allah'a şerik kılıp, Allah'a mı başkasına mı boysunuş, Allah'ın şeriatiga mı başkasının tüzümleri, yollarına mı okşaş razı bulup baş egiş, Allah'tan mı başkasına mı okşaş eminip korkuş, Allah'tan mı başkasına mı okşaş ümit kılış, okşaş ihlas kılış, okşaş muhabbet bağlaş bulup, şu başkasını Allah Taala'ga şerik kılganlıktır. Allah Taala aldıda Allah'ını inkar kılıştan kalsa şirkten ıgır cinayet yok. Şuna şirkni Allah Taala hergiz keçirmeydi. İnsanın tonuşida Allah'tan başkasını ulug biliş bolmasa, Allah'a asi buluştan korkmay, mahluqa boysunuş bolmasa, başka günahlarını Allah halisa mağfiret kıldı, halisız cezalaydı. Bunun delili İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah hakikaten Allah'a şerik keltiriş günahını mağfiret kılmaydı. Halgan adamның onundan başka günahını mağfiret kıldı. Sure Nisa 48. ayet. 3. sual. İslam diniga işengen adamga zörür vacip lazım bolgan işler nime? Cevap: 4 türlük narsa lazım. 1. Allah Taala'nı, barlıqını, hem cihette tanışı yokluğunu, sübetlerini tonuş. Muhammed aleyhisselamның Allah'ın elçisi ekenligini delili bilen tonuş. İslam dinini delil ispatı bilen tonuş. 2. Muhammed aleyhisselam başlagan yol bilen Allah Taala'ga ibadet kılış ve hem işini Resulullah görsetken İslam kanunuga muvafık kılış. 3. Başka insanlarını şundaq işinişke, şundaq amel kılışqa başlaş, ügütüş, sözleş, tergib kılış. 4. Hem kişini İslam diniga işinip İslam boyunca iş kılışqa çakırış tüpeylidin kelgen ziyan zahmet, balayı afetlerge çıdaşlık verip, qat'i iradede çıng turuştur. Bu doğruda Allah Taala Sure Esr'ni nazil kıldı. Vel asr innel insane lefî khusrin illellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil haqqi ve tevâsav bis sabr.
Asr bilan qasamki, har qanday inson ziyonga uchraydi. Lekin Alloh taoloni, Rasululloh alayhissalomni, islom dinini to'g'ri tunib, rost ko'ngli bilan ishongan va Alloh taolo Rasululloh orqali buyurgan ishlarni yaxshi ado qilgan va boshqalarni islomga ishonib, islomga amal qilishga tavsiya targ'ib qilgan va bu yo'lda keladigan azor kulfat, ziyon zahmatlarga chidab turishni bir-biriga tavsiya qilishgan kishilar ziyon tortmaydi. Allohning azobiga uchramaydi. Mana bu Asr surasi islom dinining tub asosini bayon qilg'achqa Imom Shafi'i, agar Alloh taolo insonlarga sura Asrdan boshqa sura nozil qilmagan bo'lsa-mu, bu sura Alloh taoloning insonlarning aqid amallarining yo'llarini ko'rsatganman deb dalil ko'rsatishga kifoya qiladi degan. 4-savol. İnsanlarning Alloh taologa qiladigan ishlari, itoatlarining tub yiltizi nima? Javob: İnsanlarning Alloh taoloni ismlari, sifatlari bilan to'g'ri tonishi, osmonlarni, yerni, hamma maxluqotni yo'qdan bor qilishda va hamma maxluqotni o'zi boshqarishda hech kimning sherikchiligi yo'q deb e'tiqod qilib, cho'qim ishonib, Alloh taolo azaldan bor edi, abadiy bor turadi deb iqror qilib, Alloh taoloning uzilmay davom qilayotgan ne'matlariga shukr qilib, Alloh taolo berdi deb tunib, Allohdan xush bo'lib, Allohga bo'ysunib, Alloh taolo cheksiz katta, hech kimga hojati yo'q, boshqa butun maxluqotlar yaralg'uvchilar Allohga muhtoj, hamma ish Alloh taolo xohlagan iroda qilgan bo'yicha bo'ladi deb qalbida rost ishonib, muhabbat bilan bo'ysunishdan iborat. 5-savol. Alloh taoloni to'g'ri tunish, to'g'ri ibodat qilish, to'g'ri ish qilish nima bilan hosil bo'ladi? Javob: ilm bilandir. İnsan avval xolis tavhidga, yolg'iz Allohga bosh egish iddiyasiga ega bo'lish bilan birga, Alloh taologa qiladigan ibodati va xalqqa qiladigan muomalasi Muhammad alayhissalom ko'rsatgan islom qonuniga udul bo'lmasa, Alloh uni qabul qilmaydi. Hatto iymon, tavhid to'g'ri bo'lib, amal harakat shariat ta'limoti to'g'ri bo'lmasa, yoki amal harakat gap so'z shariatga muvofiq bo'lib, tavhid to'g'ri bo'lmasa, qabul bo'lmaydi. Rasulullohning sunnati ko'rsatgan yo'li bo'yicha qilingan ibodat bilan Alloh taolaning to'g'ri tunishi hosil bo'lmaydi. Demak, islom diniga to'g'ri e'tiqod hosil qilish uchunmi, Alloh taolaga ibodat qiladigan ibodat, itoatni to'g'ri qilish uchunmi, xalqlar orasidagi ijtimoiy muomalani to'g'ri qilish uchunmi, to'g'ri axloqli bo'lish uchunmi oldi bilan bilim lozim. Ya'ni Qur'on, hadisning ta'limotini bilish, islom shariatining ko'rsatmalarini bilish lozim. Bilmay qilgan aqida, bilmay qilgan ibodat, muomala to'g'ri bo'lmaydi. To'g'ri bo'lmasa Alloh qabul qilmaydi. Fayz ibn Iyaz ayyikum ahsanu amala degan oyatning tafsirida Alloh taolaning qaysinglar amalda yaxshi degan bu so'zidan maqsadi qaysinglarning amalinglar xolis ham to'g'ri demoqchi dedi. Demak, amal ibodat xolis tavhid aqidasiga ega bo'lgan kishidan Rasululloh o'rgatgan yo'l bo'yicha sodir bo'lsa ibodat bo'ladi. Undaq bo'lmasa ibodat bo'lmaydi. degan so'z Alloh taologa qiladigan ibodat va itoatningmi, insonlar aro qiladigan muomalaningmi islom shariatiga muvofiq, to'g'ri bo'lmag'ini ilm bilan bilinadi. Yo'lini, usulini bilmay qilgan ish to'g'ri bo'lmaydi. Shunga musulmon odam o'zining qiladigan ibodat va boshqa hamma ishini to'g'ri qilishi va Alloh taolo oldida maqbul bo'lish uchun din, shariat ilmlarini o'rganib, har ishini Rasululloh ko'rsatgan yo'l bilan qilishi lozim. Bu dunyolik qisqa hayotni jafosiz o'tkazishga tajriba, ilm-fan bo'lmasa bo'lmagandek, Alloh taoloni rozi qilib, baxtli oqibatni qo'lga keltirish uchun islom dini ilmini, Qur'on, hadis ko'rsatmalarini bilib, to'g'ri amal qilmay bo'lmaydi. Her ishni to'g'ri qilish uchun avval uning yo'lini bilish kerak. 6-savol. Alloh taolaning quli insonga hammadan boldir lozim bo'lgan narsa nima? Javob: tavhiddir. Tavhid bo'lsa, inson barliq qulluqni, itoatni, shartsiz bo'ysunishni yolg'iz Alloh taologa qilib, rost e'tiqod bilan Allohga bo'ysunish, bosh egish bo'lib, ikkinchi bir kimni Allohga qo'shib bo'ysunmaslik, oshkora va maxfiy holda Allohdan boshqani ulug' bilib cho'qinmaslik, bir kimning islom shariatiga xilof bo'lgan buyruqlari ixtiyoriy bo'ysunmaslikdir. 7-savol. Allohga bo'ysunishning amaliy ifodasi nima? Javob: Allohga bo'ysunishning 3 xil ifodasi bor. Birinchi ifodasi Alloh taolo buyurgan ishlarni qilishdan iborat islomdir. İslam Allah'a teslim bulup boysunuşunun tüp asası 5 bulup, birinci, Allah Teala bar. Bizning baş egip boysunuşumuzga yalnız Allah Teala haqliq. Allah'tan başka boysunuşda hiç bir kim yok. Muhammed aleyhisselam Allah'ның kuli ve hamma insanlarga Allah'ның dinini öğretishga tayinlangan elchisi deb rast dili bilan ishinib, tilida ixro qilib guvohlik berish. İkinci, Allah Teala buyurgan namozlarni to'liq va to'g'ri o'qish bilan Allah Teala'ga ta'zim bildirish. Üçüncü, iqtisodli kishilar Alloh taolo belgilagan persent bo'yicha zakot, sadiqalarni ko'rsatgan o'ringa ado qilish.
4. Her yili Ramazonda to'liq ro'za tutish. 5. Haj safarining yo'l xarajatiga va yo'lning tinch sharoitiga ega bo'lgan kishi umrida bir qatim farz qilish. Mana bular musulmon bo'lganning, Allohga taslim bo'lganning amaliy ifodalarining birisi. Ikkinchi ifodasi iymon, ya'ni oltiga ishonish. Alloh taolaning borligiga, bo'ysunishga yolg'iz haqli ekanligiga, farishtalarning borligiga va har qaysisi Alloh buyurgan ishni qildiganligiga, Alloh taolo payg'ambarlarga tushirgan kitoblarning rostligiga, hamma payg'ambarlarning rostligiga, to'g'ri yo'lga boshlovchi elchilar ekanligiga, olamdagi hamma ish Allohning boshqarishi, o'rinlashtirishi bo'yicha bo'lganligiga, qazo va qadarga, bir kuni yer shari vayron bo'lib, ikkinchi bir olam borliqqa kelib, hamma o'liklar tirilib qopib, Alloh oldida hisob berib, bir bo'liki bog' bo'stonga, bir bo'liki o'tga kirdiganligiga bir butun ishonmak. Üçüncü ifadesi ihsan. Allah Taalaga qiladigan ibodatni, insonlarga qiladigan yaxshilikni Alloh ko'rib turadi degan qarash bilan Allohni rozi qilishni o'ylab, ko'ngilni hozir qilib, ixlos bilan qilish. 8-savol. Tavhiddan keyin nima lozim? Javob: iymon va hidoyat bilan kofirlik, ozg'unlikning farqini bilish lozim. Chunki Allohning quli inson Allohning diniga, islomga ishonish qaysi, Alloh ko'rsatgan to'g'ri yo'l qaysi ekanligini bilmasa, kufr degan nima, Alloh yo'lidan ozg'inlik qaysi ekanligini bilolmaydi. U chaqda u bilmay, ishonmay turib, ba'zi iymon, islom, tavhid so'zlarini so'zlaydi, ba'zi kufr so'zlarini so'zlaydi. Kufr bilan iymonning mohiyatini bilmagan, tonilmagan odamning musulmonlarni do'rab qilgan amal ibodatlari foydasiz, to'g'ri tushunish, rost ishonish bilan qilinmagan amal ibodatning Alloh taolo oldida e'tibori yo'q. Şuna munofiq, yolg'on musulmonning ibodati bekor. 9-savol. Uningdan keyin nima lozim? Javob: iymon bilan kufrning, tavhid bilan shirkning, to'g'ri yo'l bilan ozg'in yo'lning farqini tunib bilgandan keyin Alloh taologa bo'ysunishning amaliy ifodasi bo'lgan namoz, roza, zakotdek ibodatlarni to'g'ri ado qilgudek va uning hukmlarini bilgudek bilim hosil qilish vojib va lozim. Bu bilimning ikkinchi o'rinda lozim bo'lishining sababi iymon, tavhid, ishonish va bo'ysunishni yolg'iz Allohga qilish islom dinining tub yildizidir. Amal ibodatlar iymon tupidan ko'plab chiqqan shox putoqdir. Ishonishning amaliy ko'rinishidir. Tub asosini to'g'irlash, shox putoqni to'g'irlashdan burun bo'lish kerak. 10-savol. Her shaxsga farz, qat'iy buyruq bo'lgan ilm va tonishni qo'lga keltirmay turib, men musulmon deb da'vo qilsa, uning hukmi nima? Javob: u kishiga men musulmon degan quruq da'vosidan boshqa foyda yo'q. Mundaq bilmay, tushunmay qilgan musulmonchilikning foydasi mushu dunyoda bo'lib, u odam kofir deyilmaydi, kofir qiladigan muomala qilinmaydi. Lekin mundaq shakli musulmonlik bilan oxiratda jannatga kirmak mushkul. Chunki bandaning Alloh taologa bo'lgan yaqinligi Allohning dinini tunishiga tushliq bo'ladi. 11-savol. Yolg'iz Alloh taologa bo'ysunishida Alloh taoloni qaysi taraflarda yolg'iz o'xish yo'q deb tunish lozim? Javob: Alloh taoloning borligining bosh oxiri yo'q. Azaldan bor, abadiy bor. Alloh taolo hech narsaga o'xshamaydi. Hech narsa Alloh taologa o'xshamaydi. Makonga o'ringa muhtoj emas. Zamon uni o'zgartmaydi. Zatida qiladigan ishlarda ikkinchisi yo'q. Alloh taolo qiladigan biror ishni boshqa bir kim qila olmaydi. Hech kimga hech narsaga ojiz yo'q. Har narsaga qudratlik, o'zi iroda qilganini qilguchi. Alloh taolo qilgan ishni nima ishqa bundoq qildi deb so'ralmaydi. Hamma olamni, hamma narsani yo'qdan bor qildi, hammani ko'radi, hammani anglaydi. Allohni bir hol, yana bir holdan mashg'ul qilmaydi. Ya'ni bir ishga mashg'ul bo'lsa, yana bir ishdan xabarsiz bo'lmaydi. Yana bir ishni qila olmay qolmaydi. Her ishqa adil hukm qiladi. Yo'qni paydo qilishda, huquq hokimiyatda, o'lchash, planlash, boshqarishda o'z yolg'iz hech kim Allohning ishiga alisholmaydi. Qandaq narsani paydo qilishni xohlasa, vujudga kel deydi, shu zaman vujudga keladi. Alloh taolo doim kamil sifatlar egasi deb rost dil bilan ishonish, yuqorqi xususiyatlarda o'xishi yo'q deb ishonish lozim. 12-savol. Alloh taoloning kamil sifatlari qaysilar? Javob: Alloh taolo doim hayot, qudrat egasi, o'zi iroda qilganini qilguchi, hammani bilguchi, anglag'uchi, ko'rguchi, so'zliguchi, yo'qni bor qilguchi, azaldan va abad bor turguchi, misli yo'q, tangdishi yo'q, birli yolg'iz zot qatorliq Qur'on Karimda o'zini o'zi isbotlagan va Rasululloh alayhissalomning hadislari isbotlagan sifatlar bo'lib, bu sifatlar hech qanday maxluqning sifatiga o'xshamaydi.
Allah Taala o'zi hech qanday maxluqqa o'xshamagandek, Alloh taolaning sifatlari, xususiyatlari va qiladigan ishlari hech qanday maxluqning sifati va qilmishiga o'xshamaydi. Allah Taala Qur'on hadisda o'zini sifatlagan sifatlar, Alloh taolo o'zi bilgan, o'zi iroda qilgan ma'no bilan o'ziga loyiq sifatlar deb e'tiqod qilinish lozim. Laysa kamislihi shay'un. Hech shay Allohga o'xshash emasdir. Sura Shura 11-oyat. degan oyat buning dalili. Allohning sifatlarini inson o'zi o'ylagan ma'noga o'zgartsa bo'lmaydi. Ismi o'xshash bo'lgan narsaning mohiyati o'xshash bo'lmaydi. 13-savol. Farishtalar qanday kishilar? Javob. Farishtalar Alloh taolaning to'liq e'tiqod qiluvchi, kamil bo'ysunuvchi qullari va askarlaridir. Ular Alloh taolaning amr farmonining sirtiga chiqmaydi. Alloh nimaga buyursa, shuni qiladi. La ya'samuna Alloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Sura Tahrim 6-oyat. degan oyat farishtalar haqida nozil bo'lgan. Ular bir qancha turli ishlarga mas'ul. Masalan, ba'zisi Alloh taolo bilan inson payg'ambarlar orasida elchi bo'lib, Allohning so'zini payg'ambarga yetkazishga mas'ul. Ba'zilari jon olishga mas'ul, ba'zilari insonlarni saqlashga, ba'zilari insonlarning yaxshi-yomon ishlarini yozishga mas'ul, ba'zilari jannatga, ba'zilari do'zaxga mas'ul, ba'zilari arsh-i a'loni ko'tarishga mas'ul, ba'zilari insonlarga foydali xizmat ishlaydi. Ba'zilari ayol kishining bola yotqizishga bolani Alloh buyurgan suratda suratlashga mas'ul. Ba'zilari tasbih, takbir, hamd sanodak ibodatga mashg'ul. Farishtalarning 2dan, 3dan, 10dan ko'proq qanotlari bor. Ularning tanlari, suratlari 5 sizim a'zo bilan bo'linadigan maxluqlarning hech qaysisiga o'xshamaydi. Qanotlarimi jonivorlarning qantiga o'xshamaydi. Balki ular o'zi yashagan olamga munosib. Alloh taolo xohlagan bo'yicha vujud va shakl egalari. Biz insonlarning hissiy dunyoda turib, boshqa olamdagi maxluqlarni hissiy dunyo maxluqlariga qiyos qilib, andaqdir, mundaqdir deb xayol qilishimiz to'g'ri emas. Har kim o'z zaddida bo'lishi kerak. G'oyib olamdagi narsalarni, ishlarni dunyo olamdagi narsalarga, ishlarga o'xshatishga, o'lchashga bo'lmaydi. G'oyib olam ishlari, oxirat ishlarini Alloh taolo xabar qilgan bo'yicha ishonish kerak. Qandoqligini surishti qilish, baho berish to'g'ri bo'lmaydi. 14-savol. Alloh taoloning kitoblari qaysilar? Javob. Alloh taoloning payg'ambarlarga vahiy bilan Jibril farishta vasitasi bilan tushirgan kitoblaridir va qadimiy so'zlaridir. Tavrat, Zabur, Injillarning asldikisi va Qur'on Karim shu kitoblardandir. Qur'on Karim hammadan ulug'roq, kamilroq, Qur'onning hukmi qiyomatgacha muqim bir xil turadi. Qur'onni hech kim boshqa kitoblarni o'zgartgandek o'zgartirilmaydi. Qur'on Karim Alloh taoloning qadim, azaldan bor so'zidir, yaratilgan emas. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga vahiy bilan tushirgan muqaddas pok so'zidir. Dunyo yer shari yo'qolish oldida Qur'on insonlarning dilidan va varaqlardan ko'tarilib Alloh taologa qaytadi. Qur'on Karimni o'zgarishdan saqlab qolishga Alloh taolo o'zi kefildir. Inna nahnu nazzalna az-zikra va inna lahu lahafizun. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Sura Hijr 9-oyat. degan oyat dalil. Qur'ondan boshqasini xoinlar o'zgartirib etgan. 15-savol. Payg'ambarlar qanday kishilar? Javob. Payg'ambarlar insonlarni Alloh ko'rsatgan to'g'ri yo'lga boshlovchilar. Alloh taolo ularni insonlarga rahim shafqat qilish yuzasidan xalqlarni baxt yo'liga boshlashga tayinlagan. Ular mo'min bo'lgan va Allohni rozi qilish maqsadida yaxshi ish qilganlarga oxiratda jannat, mangulik bog'-bo'ston va tugmas alovat borligidan xush xabar beradi. Bu ishonishda Alloh taologa boshqani qo'shib olgan, Alloh yo'lidan chiqib boshqa yo'lga kirgan azg'ullarga oxiratda o't azobi borligini oldin ogohlantiradi. İnsanlarga dunyolik va oxiratlik baxt saodat tepishga lozimli ishlarni, aqidalarni ochiq ko'rsatib beradi. Ularni oliy martabaga yetkazadigan yo'llarga boshlaydi. Alloh taolo vahiyni, din ishlarini maxfiy bildirishni payg'ambarlarga xos qildi. Ularning Alloh taologa elchiligi bir qancha turli mo'jiza, insonning kuchi yetmaydigan ishlar va dalillar bilan kuchaytirildi. Alloh taolo ularga va Muhammad alayhissalomga va uning agashganlarga rahim qilsin. 16-savol. Payg'ambarlar qanday sifatlarga ega? Javob. Payg'ambarlar cho'ng gunohdan pok, xoli, rost so'zlugchi, to'g'ri ish qiluvchi, hushyor, zerak, aqli kamil, sezgirlik xususiyatga ega. Xalqlarga yetkazishga buyurilgan ta'limotlarni kam ziyoda qilmay, xiyonat qilmay, yo'shirmay, ishonchlik, rostchilik bilan o'z aynini yetkazadi. Ular Alloh taolo to'sgan ishlardan hech birini qilmaydi. Yolg'on so'zlamaydi, g'ofil bo'lmaydi.
Allah Taala oldidagi oliy martabalarga ziyonlik bo'lmagan, payg'ambarligiga ayib, kamchilik bo'lmaydigan ishlarni qiladi. Asli inson bo'lgani uchun tamoq yeydigan, ichadigan, ayoli bilan halol munosabat qiladigan, uxlaydigan, hojat uchun bozorlarga boradigan, oladigan, sotadigan ishlardek ayib, kamchilik bo'lmaydigan ishlarni qiladi. Hammasining Alloh taologa elchiganligiga ishonish va hammasiga hurmat qilish, so'yish lozim. Hatto ulardan birarsiga ishonmay qolgan kishi hech qaysisiga ishonmagan bo'ladi. Diniga ishongichi bo'lmaydi. La nufarriqu bayna ahadin min rusulih. Müminler Allah'ın peygamberlerinin hiçbirini ayırıp etmeyimiz. Yani onların ba'siga iman etip, ba'siga iman etmeye kalmayımız deydi. Sure Bakara 285. ayet. Degan ayet delil. Ularning isimleri ve tarihi vaqaları, xabarları bizge ma'lum bo'lsin, bo'lmasin, hammaga bir bütün ishonish lazım. Qur'onda ismi ve bazı vaqalar so'zlanganlari 25 bo'lib, ular Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yaqub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Zulkif, Davud, Sulayman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed aleyhisselamlar bulup, bularga ayrım rast peygamber deb ishonish lazım. Ama amel qilishda İslam qanunuga amal qilishimiz kerak. 17. savol. İman degan nima? Javob. İman demek bir ishqa yoki bir kimga yurakda rastlab ishonib, tildimi iqro qilishdir. Ko'nglida ishonmay, tilda iqro qilish iman emas. Ishonmay, iqro qilmay, tunib bilib qo'yishmi iman bo'lmaydi. Allah Taalaning barligini, birligini tunsa, Muhammed aleyhisselamning payg'ambarligini tunsa, lekin dilida ishonmasa, tilda iqro qilmasa iman bo'lmaydi. 18. savol. İman kim ziyada bo'lamdi? Javob. İşengichilar ishonishi lozim bo'lgan haqiqatlar, ya'ni 6 masala oz qolmaydi, ko'paymaydi. Hammaga o'xshash bir butun ishonish lozim. Allohga, farishtalarga, Allohning kitoblariga, payg'ambarlarga, qazo va qadarga, oxiratga bir butun ishonmay, ba'siga ishonib, birarsiga ishonmagan odamning boshqasiga ishongani hisob bo'lmaydi. Şuna Allah Taalaga ishonib, payg'ambarga yoki farishtaga yoki oxiratga ishonmagan yoki hamma ish Allohning qonuni, hukmi bo'yicha bo'lishiga ishonmagan odam mu'min emas. Bu tarafdan iymon kam ziyoda bo'lmaydi. Ammo bu 6 ga ishonuvchilarning ishonishining dalil isbot mustahkam bo'lishi, shaksiz aydin bo'lishi yoki yuzaki bo'lishi, rasa mustahkam qalbida o'rnashmagan yoki dalil bilan emas kishilarga agish asosida bo'lishini hisobga olganda iymon kam ziyoda, ya'ni ojiz yoki kuchli bo'ladi, farqli bo'ladi. 19. savol. Islom diniga mustahkam ishongan odam shariatga xilof gunoh qilib qolsa kafir bo'lamdi? Javob. İnsanның imani, tevhidi to'liq bo'lsa, ya'ni islomning butun hukmlari to'g'ri, Qur'onning ham ko'rsatmasi to'g'ri, Allohdan boshqa bo'ysunliq tegishli kishi yo'q degan qarashi shaksiz, aniq bo'lsa, islom dini harom degan ishni va narsani halol deb tanimasa, qonun yolg'iz Allohning qonuni deb tanimasa, undaq kishi jinoyat qilish bilan kafir bo'lmaydi. Asi, fosiq, shariatga xiloflik qiluvchi bo'ladi. Allohning, Rasulullohning hukmiga rozi bo'lmagan kishi kafir bo'ladi, diniga ishonmagan bo'ladi. 20. savol. İnsanның islom diniga ishonishi va islom yo'lida menishi yoki kafir bo'lishi va islom yo'lidan boshqa yo'lga elib ketishi nima sababdan bo'ladi? Javob. İnsanның islom diniga chin qalbida ishonishi va islom yo'lida menishi Alloh taolaning shu kishiga shafqat va iltifot qilib, qalbini iymon hidoyatga moyil qilishi, iymon hidoyatning sharoitini hazırlab berishi bilan bo'ladi. İnsanның islom diniga ishonmasligi, islom yo'lida mangmasligi bo'lsa, Alloh taolaning insonga kafir yoki mu'min bo'lish ixtiyorini o'ziga berganligidan iborat odillikdan iborat bo'lib, kafir, fosiq bo'lganiga inson o'zi javobgar bo'ladi. İnsanның kafir, fosiq bo'lishi qazo va qadar degan so'z bo'lsa, insonning o'z ixtiyori bilan kafir, fosiq bo'lishini Alloh taolo burun bilgachga, faloni inson kafir bo'ladi deb qadar gezib etgan. Shu inson dunyoga kelgandan keyin o'z ixtiyori bilan kafir yoki fosiq bo'ladi. Bu ishni Alloh azaldan burun bilib yozgan qadarga udul chiqadi deganligidir. Alloh insonni majburan kafir qilib bo'lib, do'zaxga solgan kishi emas. Alloh zolim emas, adil. Ammo hech kimning Alloh buni nimishqa bundoq qildi, inson nimishqa undoq qildi deb Allohning qadriga, hukmiga norozi bo'lish, e'tiroz bildirish, savol so'rash haqqi yo'q. Insonning Allohga bo'ysunish majburiyati bor. Allah bilganni inson bilmagandan keyin o'z yaddimizda bo'lishimiz lozim. Banda demak tarix tilida qul demakdir. Qulning qo'jisiga shartsiz bo'ysunishi bor.
Allah'ның her qandaq işiga insanның taqışış haqqı yo'q. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah'ның qılğanlardan sual so'roq qilinmaydi, ulardan sual so'roq qilinadi. Sura Anbiya 23-oyat degan oyat buning dalili. 21-savol. Yaxshilik, yomonlik kimdan? Javob. Yaxshilik, yomonlikni oldin qarorlashtiruvchi Alloh taolo, amalda ishliguvchi insondir. Yaxshi ish qilish, yomon ish qilish banda ixtiyorligidir. فألهمها فجورها وتقواها. Allah Taala insonga xatolashish va xatolikdan saqlanish yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Sura Shams 8-oyat. Dalil. İnsan Allah buyurgan ishlarni rioya qilib ishlashi, to'sqan ishlardan saqlanishi lozim. Xatolikni o'zi qilib bo'lib, pishonang ezilgan qadar tursa, menda nima gunoh bor deb o'zini aldash to'g'ri emas. Qazo va qadar Alloh taolaning oldin bilganligidan qarorlashtirishi, Allohning ishi bo'lgandek insonlarni payg'ambar va Qur'on orqali bir bilik ishlarga buyurishi, bir bilik ishlardan ma'ni qilishimi Allohning ishi deb bilishimiz, tegini bilmaydigan ishga xato baho bermay, qulluqimizga amal qilib, buyurganni qilishimiz, to'sqandan yenishimiz lozim. Allah buyurganni qilmasak, to'sqandan saqlanmasak, Allohning azobiga tegishli bo'lamiz deb e'tiqod qilishimiz lozim. 22-savol. Allah Taolaning hukmlari qancha turlik? Javob: 3 turlik. Birisi, Allah Taolo xolab ham yaxshi ko'rib hukm qilgan namoz, ro'zdek farz ishlar. İkincisi, Allah Taala xolab yaxshi ko'rgan, lekin bandalarga rahim qilish yuzidan farz qilingan, buyurmagan, bandalarning ixtiyoriga qo'ygan nafl amallar. Üçüncüsü, Allah Taala uning insondan sodir bo'lishini yoqtirmagan, lekin sinoq uchun insonga ixtiyor bergan kofirlik, munofiqlik, osiylik qatorliq ishlar. Bu ishlarda insonga ixtiyor berishni xolab, azalda qarorlashtirganlikdan qazo va qadar Allohning oldin qilgan hukmi va to'xtami deyiladi. 23-savol. İnsanlarning qiladigan ishlarini paydo qiluvchi kim? Javob: insonlarning o'zini va qiladigan ishlarini paydo qiluvchi Alloh taolodir. Sizlarnimi qiladigan ishinglarnimi Alloh yaratdi degan oyat dalil. Alloh taolo maxluqlarni o'zining ne'matlaridan foydalanish, shafqat qilish ham o'zining qudratini oshkorlash uchun paydo qildi. Ularga muhtoj bo'lganlikdan emas, yoki o'ziga fazilat, komillik hosil qilish uchun emas. Olamdagi hamma maxluq Alloh taologa muhtoj. Amma Allah ulardan bihajat. İnnallâhe la ganiyyun anil âlemin. Allah hakikaten tamamı ehli cahandan bihajatdır. Sura Ankabut 6-oyat degan oyat dalil. Allah hamma maxluqni paydo qiluvchi, rizq berguchidir, o'ltirdi, ondan yana tirildirdi. Allah sizlarni yaratdi, ondan keyin rizq berdi, ondan keyin o'ltirdi, ondan keyin qayta tirildirdi. Ondan Allah aldığa hesap berishdan yandirilisizlar degan oyat buning dalili. 24-savol. Rizq degan nima? Javob: uning bilan inson foydalanadigan narsalarning hammasi rizq, halol bo'lsin-mi, harom bo'lsin-mi rizq deb ataladi. Alloh taolo harom qilgan narsa foydali bo'lsin-mi harom, harom qilingan narsani ishlatish jinoyat. Har insonning muqarrar rizqi bor. Har kim o'z nasibasini oladi. Bir kimning rizqi nasibasini bir kim ola olmaydi. İslam şeriati qonunga muvofiq yo'l bilan iqtisod kirim qilish halol. Halol yo'l bilan boy bo'lish halol va ruxsat. Iqtisod mol-mulkning haqqini joyida ado qilib, Alloh taolo berishga buyurgan zakot, o'shira, sila rahim, sadiqalarni obdan ado qilib boy bo'lish yaxshi. Harom yo'l bilan pul-mol kirim qilish harom. 25-savol. Mo'min odamning Alloh taolo buyurgan ishlarni qilishga kuchi yetishi qachon bo'ladi? Javob: amalga kuchi yetish ikki turlik bo'lib, birisi qiladigan ish uning bilan hosil bo'ladigan kuchi yetish bo'lib, bu maxluqning sifati emas. Bu kuchi yetish ishning vujudga chiqishi bilan bir tutash. Bu bo'lsa tavfiq, sharoit hozirlab berishdek ishning vujudga chiqishining tip asosi. Yana bir turli kuchi yetish bo'lsa, ish qiluvchining tan salomatligi yaxshi bo'lish, to'sovga bo'lmaslikdek ishlar bo'lib, bular ishlovchining sifati. Bunda kuchi yetish ish vujud bo'lishdan burun bo'ladi. Allah Taala insonni mushunday sharoit bor yo'qligiga qarab ishga buyurdi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo insonni kuchi yetadigan ish qila taklif qiladi. Sura Baqara 286-oyatning bir qismi. Fattaqulloha mastata'tum. Kuchinglar yetgan miqdori Allohdan qo'rqinglar, buyurganni ado qilinglar.
Sure Tagabun 16. ayetning bir qismi. Velillahi alennasi hiccul beyti men istata'a ilayhi sabila. Qadir bo'la olgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Sura Al-Imron 97. ayetning bir qismi. Degandek oyatlarda ko'rsatilgan kuchaytirishlar mushu keyingi kuchaytirishdir. Bandaning ishini Alloh taolo paydo qiladi. Banda o'z ixtiyoriga loyiq ish qilishga taklif qilinadi. 26-savol. İnsanning ajli o'lim qarori qandoq? Javob. Har bir odamning ajli burun to'xtam qilinib ketaylik. Adam qaysi sababi bilan o'lsin, chepilsin, etilsin, o't kuyib o'lsin, suvda yiqib o'lsin, burun Alloh taolo to'xtatgan vaqt soatdan ilgari yoki keyin bo'lmaydi. İza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun. İnsanlarning ajli kelsa, birdam ilgari yoki keyin bo'lmaydi. Sura Yunus 49-oyat degan oyat bor. İslam şeriatida qotildan qisas elish, o'ltirish yoki jariman to'lashga buyruq bo'lsa, ajalni ilgari surganlikdan emas. Jamiyat odamlari bir-biridan xotirjam, ko'ngil oromida yashasin, adovat, ziddiyatga sabab bo'lgan ishlar bo'lmasin uchun yo'l qo'yilgan bo'lishi kerak. Va boshqa sabablar va hikmatlar bo'lib, Alloh o'zi biladigan sabablar bor albatta. Shunga buzuqlarni jazolash to'g'ri. 27-savol. Fosiq İslam şeriatinin buyruğuna amal qilmaydigan jinoyat ishlaguvchi, ammo diniga e'tiqodi bor odam tavba qilmay, jinoyatdan pushaymon qilib, qo'lini yig'may o'lsa, uning hukmi nima? Javob: Fosiq tavba qilmay o'lsa, lekin olti iymonga ishongan holatda o'lsa, uningga Alloh taolo jazman azob qiladi yoki jazman afv qiladi deb kesib aytish to'g'ri emas. U odamga Alloh taolo o'zi xohlaganini qiladi. Xolisa iltifot qilib kechiradi. U odam ishinishi e'tiqod tufayli yoki shafaat qilishning shafaatini qabul qilishni xohlash tufaylidan afv qiladi. Xolisa jinoyatiga loyiq odillik bilan azob qiladi. Bir muddatdan keyin azobdan qutqizib jannatga kirgizadi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh taolo shirkni, Alloh taolo qo'shib maxluqqa suqilgan jinoyatni kechirmaydi. Ammo Allohdan boshqani ulug' bilmagan, yolg'iz Allohning shariatini to'g'rilab turgan, maxluqqa bo'ysunish uchun Allohga asi bo'lishga rozi bo'lmagan gunohkor mu'minning gunohini xolisa kechirdi. Sura Nisa 48-oyat degan oyat dalil. 28-savol. O'lgan odam go'rida tirilamdi? Farishta savol so'ramdi. Javob: O'lgan odam qabrida tirildirildi. Savol so'rildi. Rabbana amattana ve ahyaytana isnatayni. Ey Rabbimiz, bizni ikki qatim o'ltirib, ikki qatim tirildirding deydi. Sura G'afir 11-oyat degan dalil. Ya'ni o'lik modda idiq, tirildirib dunyoda yashatding, yana o'ltirding, yana qabrda tirildirding demakdir. O'lik go'rga ko'milgandan keyin Munkir Nakir ismli ikki farishta go'rga kirdi. O'likka jon qaytib keladi. Savolni tushungidek javob beraligidek aql tuyg'u beriladi. Farishtalar: Seni yaratgan, boshqargan ekan kim? Sen qaysi payg'ambarning ummati? Sen dunyoda qaysining e'tiqod qilarding deb so'raydi. Bu ahvol Qur'on va hadislar so'zlagan rost xabardir. Buningga cho'qim ishonish kerak. Go'rdiki, oxiratdagi ahvollarni Qur'on, hadis xabar qilgan bo'yicha o'z ayniga ishonish lozim. Bu ahvollarni bu dunyoning qonuniyatlariga solishtirib, yetarsiz aql bilan tahlil, mulohaza qilib, qaymoqish, kallani chelishtirish to'g'ri emas. Alloh taolo bilganni inson bilolmaydi. Allohdan bu nimishqa deb so'ralmaydi deb tunib, o'zimizning yetarsiz inson, ojiz maxluq ekanligimizni tunib, Alloh va Rasulullohning xabariga qarata bilarmanlik qilmaslik musulmonlikdir, mo'minlikdir. 29-savol. Go'r azobi kimlarga bo'ladi? Javob: Kafirlar, munofiqlarning hammasiga bo'ladi. Gunohkor mo'minlarning ba'zisiga bo'ladi. Alloh taoloning Qur'ondagi San'azibuhum marratayn, kafirlarni ikki qatim azoblaymiz. Sura Tavba 101-oyat degan so'zi. Kafirlar dunyoda musulmonlarning o'ltirilishi yoki mag'lublik azobi bilan, o'lganlik go'r azobi bilan azob qilamiz deganlikdir. Go'r azobi tanga ham joniga bo'ladi. Mu'minlarga go'rda rohat, ne'mat, lazzat bo'lishimi cho'qimlar. Rasululloh alayhissalom qabri jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'ladi yoki do'zaxning o't chuqurlaridan bir o't bo'ladi. O't katki bo'ladi degan hadisi dalil. Suvda yiqib o'lgan yoki o't kuyib o'lgan kishimi mu'min bo'lsa rohat lazzat bo'ladi, kafir munofiq yoki fosiq bo'lsa azobda bo'ladi.
Bu xabar Rasulullohga Alloh taolo vahiy qilgan xabar. Cheksiz ishonishimiz kerak. Dunyoga qiyos qilinmaydi. Alloh taoloning inson tasavvur qilmaydigan qudrati bor. 30-savol. Qiyomat bo'lishi farishtaning xalqlarni go'rdan tirildirib qo'pib, hisob edish uchun nur tortishi rasmi? Javob. Sur tortishi rasmi? Javob. Bir kuni bu olam chuvilib vayron bo'lib, ikkinchi bir olam borliq kelishi, ya'ni qiyomat bo'lishi cho'qim rost. Qiyomat bo'lish vaqtida farishtaning sur, kanay tortishi bilan hamma maxluqlardan go'rdan chiqib, Alloh taolo oldida bir-birlab hisob berib, tegishli chora qilinishi rost. Alloh taoloning Qur'ondagi fa inna ajalallohi la'at, qiyomat shaksiz cho'qim kelguchidir. Sura Ankabut 5-oyat degan so'zi dalil. Yana yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, u kuni sur chalinadi, sizlar top-top bo'lib kelasizlar. Sura Naba 18-oyat degan so'z dalil. Gördün tirilib qopib chiqqan xaloyiqni Alloh taolo 50 yerda, har bir yerda 1000 yildan to'xtatdi. Alloh taoloning kana miqdaruhum 50,000 sana. Qiyomat kunining miqdori 50,000 yil. Sura Ma'arij 4-oyat degan so'z dalil. 31-savol. Lavh qalam rasmi? Javobi rost. Lavh bo'lsa olamning avvalidan oxirigacha bor bo'lgan, yo'qoladigan narsalar va yuz beradigan ishlar oldin yozilgan, bu dunyoda bir narsaga o'xshamaydigan lavhidir. Qalammi bu olamning avvalidan oxirigacha bor bo'lgan narsalarni, voqealarni Alloh taolo oldin yozgan qalam bo'lib, bu dunyoda hech narsaga o'xshamaydi. Bular to'g'risida Alloh taolo Rasululloh xabar qilgan bo'yicha ishonishimiz lozim. G'oyib olamdagi narsalar bu moddiy olamdagi narsalarga o'xshamaydi. Ma'ni suyuqlikda yaratilgan oddiy maxluqning Alloh taolo qilgan ishlar tarafidan andaqmi, mundaqmi deb so'rashi o'z yaddimizdan oshqonlikdir. Alloh taolo vahiy bilan yoki aqlimiz bilan bizga bildirganni tashakkur bilan qarshi olib bilishimiz lozim. Alloh bizga bildirmaganni Allohning o'ziga qo'yishimiz lozim. 32-savol. Qiyomat kuni insonlar go'rdan tirilib chiqadi? Javob. Alloh taolo qiyomat kuni butun o'liklarni go'rda tirildirib, o'lgan vaqtdagi holatiga keltirib, go'rdan chiqarib hisob oladi. Alloh taolo Qur'on Karimda minha xalaqnakum va minha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizlarni zamindan xalq etdik, o'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz, to'piq aylanasizlar. Sizlarni hisob olish uchun yana bir qatim zamindan chiqaramiz. Sura Taha 55-oyat dedi. 33-savol. Qiyomat kuni insonlarga nomi a'mali, dunyoda har bir insonning yaxshi yomon ishlarini farishtalar yozgan daftarni har odamning qo'liga berilishi rostmi? Javob rost. Payg'ambarlardan, farishtalardan gap so'ramay, hisob olmay jannatga kirgizilgan bir turkum kishilardan boshqa har qanday odamning bu dunyoda qilgan yaxshi yomon gap so'zlari va qilgan ishlari farishta tarafdan xotirlangan daftar qo'liga beriladi. Nomi a'mal xati qo'liga berilishda hamma odam bir xil bo'lmaydi. Ba'zilarga oldidan o'ng qo'liga beriladi, ba'zilarga so'l tarafdan beriladi, ba'zilarga orqa tarafdan beriladi. Qur'on oyatlarida shunday bayon qilinadi. Alloh taolo bizni xatimizni o'ng qo'li bilan oldiganlardan qilg'ay. Amin. 34-savol. Qiyomat kuni hisob olish vaqtida insonlarning yaxshi yomon ishlarini o'lchash rostmi? Javob rost. O'lchamning bir tarafiga insonning dunyoda qilgan yaxshi ishlarining xati, yana bir tarafga yomon ishlarining xati qo'yiladi. Bu o'lchashni bu dunyodagi o'lchashga o'xshash deb tasavvur qilish bo'lmaydi. Qandoqligini Alloh taolo o'zi biladi. Biz Rasulullohga Allohdan kelgan vahiy xabariga asosan o'lchash borligiga ishonamiz. G'ayb olami boshqa olam. Xalqlardan u kunda o'xshash hisob elinmaydi. Ba'zilardan inchikilab, ko'chilab hisob elinadi. Bular azobga duchor bo'lganlar. Ba'zilar oson, yengil so'roq qilinadiganlar. Bular kechirimga rahmatga erishadi. Ba'zilardan hisob elinmay jannatga kirib ketadi. Ba'zilarning hisob elinmayla o'tib tashlanadi. Bu kunda barliq yaxshi ishlar, yomon ishlar, maxfiy sirlar, yaxshi-yomon ideyalar, niyatlar oshkora bo'ladi. Hamma odamga, hamma ishga Alloh taolo o'zi hukm qiladi. Zolimlardan zulm qiluvchilarning intiqomini olib beradi. Kishilardagi haqqini olib beradi. Farishta tarafdan al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulma al-yawma innalloha sari'ul hisab. Her bir adam dünyada qilgan ishiga loyiq chora qilinadi. Bugun nahaqchilik yo'q. Alloh hisobni bek tez, bek to'liq, to'g'ri olg'uchidir. Sura G'ofir 17-oyat. Deb chakarlaydi. Ey Alloh, bizni hisobsiz jannatga kirgizgin. Amin. 35-savol.
Dozaq üstüge qo'yilgan ko'rik barliqi rasmı? Javob: Rast. U bek inchki ko'rik. Hamma odamning uningdan o'tishi rast. Jannatga kirdiganlar saq o'tib ketadi, lekin bir xil o'tmaydi. Ba'zilari ko'z yumib ochiqcha o'tib ketadi. Ba'zilari chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari bulutdek, ba'zilari uchar jonivordek, ba'zilari yaram otdek, ba'zilari piyoda mongandek, ba'zilari o'milib o'tadi. Bu ko'rik dunyodagi ko'rikka o'xshamaydi. O'tishmi bu dunyodagi o'tishga o'xshamaydi. O'tkichilar bir-biriga taqashmaydi, putlashmaydi. Hozir Alloh taolaning Rasulullahning xabariga ishinib, amaliy ahvolni bilishni Allohga qo'yamiz. Barganda ko'ramiz. Aeroplanni kumutga qiyos qilmaymiz, kumutiga qiyos qilmaymiz. Mümin demek Allah'ның, Resulullah'ның xabariga, hükmüge, yoluğa işengiçi demektir. Müslüman demek hemmede yalğız Allah'a boysunuşu demektir. Akıl hemmege yeterlik derecede rehber bulanmaydı. 36. sual. Muhammed aleyhisselamның Mi'rajga çıqqan rasmı? Cevap: Rast. Resulullah'ның peygamber buluşunun 10. yılı Resulullah Mekke'de çağda bir gecesi Resulullah'ны Cibril perişte Mekke'den elip Aqsa mescidiga apargan. Bunu Kur'an'da sıra keçidi mağdırış degen. Kur'an'ның 15. parı 5'de Allah Teala Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezi barakna havla linuriyahu min ayatina innehu huves-semi'ul basir. Allah barcha nuqsandan paktur. U Muhammed aleyhisselamga kudretimizning dalillerini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammed aleyhisselamni bir kechada Masjid-i Haramdan atrofini bereketli qilgan Masjid-i Aqsoga elib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sura Isra 1-oyat dedi. Amma Mi'raj osmonlarga o'rlab chiqish bo'lsa, Rasululloh alayhissalomning osmonga Alloh taolo iroat qilgan yerga chiqib, Alloh taolo bildirishni xohlagan odamlarni bilib, ma'rifat hosil qilib, nurg'un maxfiy ahvollardan xabardor bo'lib tushganligidan iborat. Mi'raj Qur'on Karimda oshkora so'zlanmagan bo'lsa-mu, lekin hadislarda ko'p so'zlandi. Mi'rajning bo'lganligi rost va aniqdir. 37. savol. Havzi Kavsar rostmi? Javob: rost. Kavsarning suvi bek oq, süzük, əseldən tatlıqraq. Pırqı ipardan bək xuşbıraq. Həvzinin qaçılları yıldızlardan köp. Həvzinin şiğil taşları mərvayet, onundan su içken kişi ərgiz usumaydı. Muhammed aleyhisselam ümmetinin haqiqi müminleri bu həvzdən su içidir. Bu həvz Aratas'ta kıyamet meydanında, amma Kevser cennette. Kevser'den həvzi kölge 2 nurdan su kirdi. Arasatda həmmə peyğəmbərlərinin əvzləri var. Lekin Muhammed aleyhisselamның əvzi əmmədin çoğ. Bunundan su içkiçlərimi köp. İyi Allah, bizge müşküldən su içkizgin. 38. sual. Cennet dozaq rasmı? Cevap: rast. Allah Teala cennetni muttaqi, dünyada Allah'tan başqasına Allah qoşub itaat qilishdan saqlanğuchi, yalğız Allah'a qul bolğuchi, İslam diniga chin yurkidan ishinib amal qiluvchilarga ne'mat berish uchun yaratdi. Dozaqni Allah'a tanıgıcı, Allah'a başqasını şerik qilib itaat qiluvchi va asilik sodir qiluvchilarning ba'zini o'tda ko'ydirib azoplash uchun yaratdi. Cennet, dozaq yo'qolmaydi, abadiy bar turadi. Jannatga kirganlarmi, dozaqqa kirganlarmi o'lmaydi. Davomliq bar turadi. Jannatmi, dozaqmi hozir bar, burulli yaratilib bo'lgan. 39. savol. Jannatda Alloh taolani ko'rish rostmi? Javob: jannatga kirgan mu'minning Allohni ko'rishi rost. Bu ko'rish dunyodagi ko'rishga o'xshamaydigan, shu yerga loyiq ko'rishdir. Allah Teala'nın Kur'an'daki xabariga asasen işinimiz, ahli cennetin közü bu dünyadaki közdek, ma'niyden yaratılgan cismani aciz göz emas. 40. sual. Kıyamet günü peygamberlerinin şefaat kılışı, asi müminlerin keçirişini Allah Teala'dan tilişi var mı? Cevap: Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamның Allah Teala'dan hesap edişini başlanışını talep kılıp şefaat kılışı, hem mümin asi müminge şefaat kılışı ve başka peygamberlerinin mi şehit, salih alimlerinin mi şefaat kılışı rast. 41. sual. Şefaat degen qandaq iş? Cevap: Kıyamet günü hemme kişi tirilip, gördün çıkıp, meydanga toplaşıp hesapsız Kızıqlıq və usuzluqda, qorqunçda məstək olub, uzun müddət durub getkəndə Muhammed aleyhisselam və başqa peyğəmbərlər və Allah'a yaxın salih alimlər Allah Teala'dan bəndilərinin bu müşkilini asan qilishini tilab yalvarışı şəfaətdir. Muhammed aleyhisselamның şəfaəti 3 türlük buludu. Birinci, məhşərgahda insanlar taqatdan təşqiri xapılıqda uzun turğandan keyin ular Adəm aleyhisselamı yalvarıb şəfaət diləydi. O qorqub unumaydı.
Ondan Nuh payg'ambarni unumaydi. İbrahim, Musa, İsa alayhissalomlarni qo'rqib shafaat qilolmay, Muhammad alayhissalom qishiq beringlar deydi. Hamma ummatlar Muhammad alayhissalom qishiga kelib shafaat talab qiladi. Muhammad alayhissalom beshini sajda qo'yib yig'lab, ulug' Allohdan tilaydi. Birinchi talabga ruxsat berilganda, "Ey Alloh, bandalaringdan tezlab elib, hukmni bir taraf qilsang" deb tilaydi. Shuning bilan hisob so'roq boshlandi. Va Rasulullohning ikkinchi shafaati jannatga kirishga loyiq bo'lganlarning tezroq jannatga kirishi, martabalarining oliy bo'lishi uchun bo'ladi. Bu ikki shafaat Muhammad alayhissalomga yolg'iz. Üçüncü şefaat günah tüpeyliğin otuq taşlanan müminlerini dünyada Allah'ın dinini rast işengen, lekin buyurgan işlerini ada kılışta, yaki mani kılgan günahlarını saklanışta pervasızlık kılıp selqarab asi bulganlarını dozaqtan qutuluş üçün şefaat kılış. Allah'tan tileş bulup, bu şefaatini Muhammed aleyhisselam kılgandak başka peygamberler ve peygamber izbasarı bolgan alimler, şehitler, Allah'a yakın bolgan salihlerimi kılıdı. Allah Taala bularning shafaatga loyiq bo'lgan asi mu'minlarga qilishga o'zi xohlasa ruxsat qildi. Allah Taala o'zi rahim shafqat qilish bilan bir bo'lik asi mu'minlarni shafaatsiz o'tdan chiqarib jannatga kirgizdi. 42-savol. Jannatning darvozasini baldur kim ochdi? Javob: Jannatning eshigini burun Muhammad alayhissalom ochdi. Rasulullohning mu'min ummatlari boshqa payg'ambarlarning mu'min ummatlaridan burun jannatga kirdi. 43-savol. Ahlullah, Allah'ның yakın bendilerinin karameti rasmı? Cevap: rast. Karamet Allah Taala bazı bendilerini hürmetlep bergen hısmet demektir. Tevhidini halis kılıp, yani dünya hayatında Allah'tan başkası ibadet kılmay, Allah'ның dini, kanun şeriatidan başkası boysunmay, Kur'an bilen hadisinin körsetkelerine doğru amel kılıp, Resulullah aleyhisselam'a kamil ergeşip, İslami ahlakını çoğutup, ibadet ve muamellerini Resulullah'ның yolu boyu çıkılıp, bid'attin dinge keyin payda kılınan gayri düşünce, gayri işler üzül kesil saklanıp, özünü Allah kılay qaratgan müminlerden sadır bolgan bazı adetten taşkır işler karamettir. Karamet burunqi peygamberlerinin yaxşı ümmetlerinde görülgendek, Resulullah ümmetlerinin imanı pakiz, tevhidi halis, yaxşı takvalardımı köp görüldü ve görülüdü. Ama pasık, bozuk akidelik adamlarda görülgen adetten taşkır işler bolsa, istidraj, yani Allah Taala'nın onlarının cinayetini ığırlaştırışı yol koyuşu, dozaqda ebedi azaplanışıga şarait doldurup berişi bulup, mundaq şeytanlarga aldınıştan hoşyar boluş gerek. 44-savol. Velidin teklif ve ibadet saqit bulamdı? Cevap: Veli peygamber bilen mertebede tang baraber bulalmagandek, velidin ibadetler ve şeriatga amal qilish mahsulluqi amaldan qolmaydi. Veli avliya haqiqatga yetkanda, uningdan ibadet saqit bo'ladi degan so'z azg'un buzuqlarning o'ydirma so'zlaridir. Velidin emas, hattoki peygamberlerden ibadet ve şeriat hükümleriga amal qilish taklifi ko'tarilmaydi. Demek Allah Taala'nın kulu bolgan insanның mertebesi Allah Taala aldıda her qancha yuqori bolsun, mursal peygamber bolsun, meyli Allah'a yaqinlashgan veli bolsun, uningdan islom qonuni buyruqlariga amal qilish majburiyati amaldan qolmaydi. 45-savol. Peygamber bir-biridan mertebede farqlanadi? Javob: farqlanadi. Ba'zilaridan afzaldir. Allah Taala Qur'onda peygamberlarning ba'zisini ba'zidan afzal qildik dedi. Bizning peygamberimiz hamma peygamberlarning oxirgisi va afzalroqidir. Muhammed aleyhissalomga rast ishinib, haqiqiy ergashgan mu'min musulmonlar hamma ummatdan afzaldir. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah. Ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirib chiqarilgan, yaxshilikni buyurib yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Sura Al-Imron 110-oyat. degan ayet delil. 46-savol. Muhammed aleyhisselamның mümin ümmetlerinin afzali kim? Cevap: Peygamberimizden keyin ümmetning afzali Abu Bakr Siddiq, ondan Ömer ibn Hattab, ondan Osman, ondan Ali'lardır. Allah bulardan razı olsun. Ondan keyin cennet kirdi deb xush xabar berilgan 10 kishi, yuqorqi 4dan boshqa 6 kishi. Ular Talha, Zubayr, Sa'd, Said, Abdurrahman, Ubeydeler. Ondan keyin Badr urushi qatnashgan 313 kishi. Ondan Hudaybiyada Rizvan beyti birgeller. Ondan qolgan hamma sahabeler. Ondan tabiin sahabelarning shogirdlari. Ondan 4 imom: Abu Hanifa, Imam Azam, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanballar, mümin musulmon xotinlarining afzali Xadicha Kubra, ondan Aisha va boshqalar. 47-savol. Fasiqning imoni bor, lekin amal qilish kam odamning orqasida namoz o'qishga iqtido qilish bo'lamdi? Javob: Kafir emas,
munofiq emas, mo'min bo'lib, shariatga amal qilish yetarsiz fasiq iqtido qilib namoz o'qig'ili bo'ladi. Lekin qiroat to'g'ri bo'lsa, namozni sunnatga muvofiq o'qishni bilgudek ilmi bo'lsa bo'ladi. Iymoni yo'q mullaga yoki qiroati yo'q savobsiz odamga iqtido qilg'ili bo'lmaydi. 48-savol. Ikki o'tikka masih qilish ruxsatmi? Javob: ruxsat, joiz. Ruxsat deb ishonish lozim. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu ala Rasulillah. Sabit damollarning aqida javharlari birinchi bab mushayagacha bo'ldi. İnşallah ikkinchi babda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.